Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi yangiliklarimizdә Moskvada Kamerun Respublikasining 41 yoshli fuqarosi qog'ozni dollarlarga aylantirib berishni va'da qilib, 2 kishini aldagani uchun sudlangan. Bu haqda Moskvaning prokuraturasi matbuot xizmati o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Aniqlanishicha, xorijlik qurbonlarga qo'lida faqat o'ziga ma'lum bo'lgan maxsus marosim yordamida haqiqiy dollarlarga aylantirishi mumkin bo'lgan qog'oz borligini aytgan. Buning uchun ular 5000 rubllik qog'ozni olib, uni maxsus kukun va suv bilan yuvishlari, so'ng hosil bo'lgan suvga chamadondagi pullarni qo'llashlari, keyin esa bir muddat seyfda solib qo'yishlari kerak edi. Kamerunlik ushbu marosimdan so'ng 5000 rublliklarni 100 dollar va 100 yevroga aylantirishni va'da qilgan. Shu tariqa u jabrlanuvchilarning biridan 500 ming rubl, ikkinchisidan esa 1,2 mingdan ortiq pul olgan. Shundan so'ng u g'oyib bo'lgan. Sud Kamerunlikni firibgarlikda aybdor deb topdi. Kamerunlik 3 yilga umumiy rejimdagi koloniyaga hukm qilindi. Undan oldin Nijniy Novgorodda universitetning 1-kurs talabasi telefon firibgarlariga ota-onasining 775 ming rubl pulini o'tkazib qo'ygandi. O'quvchi ota-onasining telefon raqamlarini olib, ularning hisob raqamlaridagi pullarni yechib, ikkita tranzaksiyada maxsus hisob raqamiga o'tkazgan. Firibgarlik bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Avvalroq Peterburgda nafaqadagi ayol firibgarlarga 8 million rublni to'lash uchun kvartirasini sotib yuborgan edi. Telefon mошенниклaridan ehtiyot bo'ling. bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va shunda siz kerakli va yangi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz.